Firibgarlik qurboni bo'lgan o'zbek shou-biznesi vakillari so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek san'atkorlari tez-tez firibgarlar qurboni bo'lib qolayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Quyida ana shunday holatlar haqida so'z yuritiladi. Dilfuza Ismoilovani dugonasi chuv tushirgan. Xonanda Dilfuza Ismoilova 2025-yil boshida gap dosha sitrus mevalar savdosi bilan shug'ullanuvchi ayol tomonidan $80,000 chuv tushirilgan. Firibgarlikda ayblangan ayol avvaliga xonandaning gapiga qo'shilgan. Uning ishonchiga kirib olgandan so'ng chetdan sitrus mevalar olib kelib, ushbu meva savdosi bilan shug'ullanishini, bu biznesdan yaxshi daromad topishini aytgan. Sitruschining gaplariga ishongan Dilfuza Ismoilova uning biznesiga sherik bo'lish maqsadida pul tikkan. Natijada $80,000 ni yo'qotib, firibgarlik qurboni bo'lgan. Xonanda sal qolsa $80,000 emas, balki $200,000 ga chuv tushishi mumkinligini, ammo bunday bo'lmaganini aytdi. O'zim va o'g'lim ikkimizning $200,000 ga sotmoqchi bo'lgan uyimizni u ayol $220,000 ga olaman deganda. Tanishlarim qanaqasiga uy olayotgan odam sotayotgan odamga $20,000 qo'shib beraman deyishi mumkin, deyishdi. U ayol bo'lsa pulim naqd, bank kartamda $1,5 million pulim bor deb aytdi. Gap mana shu yerga kelganda uning firibgarligini bildik, deydi xonanda. Sud hukmi bilan xonandani aldagan ayol Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi juda ko'p miqdorda firibgarlik va 228-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish. 2-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan. Unga 6 yil va 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Ahmadboy sabab 3 xonali uyidan ajrab ko'chada qolgan. Aktyor Mirolim Qilichev bir necha yillar oldin ko'plab insonlar qatori moliyaviy piramida Ahmadboy mojarolaridan jabr ko'rganlardan. Shu sabab aktyor 3 xonali uyidan ajrab ko'chada qolgan. O'zi boshida Ahmadboy shov-shuv bo'lganida men ishonmay yurdim. Lekin kunlardan bir kuni teatrimizda dostimiz meni shu ishga ko'ndirdi. O'sha paytlarda Matiz rusumli avtomobilim bor edi. Mashinamni to'g'ridan-to'g'ri Ahmadboyga emas, shogirdiga berdim. Qarasak, puli vaqtida berilyapti. Bir-ikki ustozlarga ham pulingizni beraveringlar. O'rtada mana men turibman deb yuboribman. Keyin esa Ahmadboylar qo'lga olindi. Men esa atrofimdagilarga men o'rtada turibman degan lafzim borligi uchun 3 xonali uyimni sotib, bir kundayoq pulini ana shu lafz qilgan odamlarimga tarqatib chiqqanman, deydi aktyor. $195,000 ga chuv tushgan Jahongir Otajonov. 10-xonanda Jahongir Otajonov o'zi bilan ko'p yillar davomida tanish bo'lgan xonanda tomonidan $195,000 ga chuv tushirilgan. Firibgarlik ishi bir necha yillar davomida sodir etib kelingan. Gap shundaki, firibgarlikda ayblangan xonanda Jahongir Otajonovning Lexus va BMW mashinalarini uyini sotib olish, tanishining to'yiga chaqirib, gonorarini o'zlashtirish bilan bog'liq harakatlarni amalga oshirgan. Firibgarlikda gumonlanayotgan xonandaga 2025-yil 9-avgust kuni qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudining hukmi bilan 10 Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik 4-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan. Unga 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Telefoniga kelgan SMS sabab firibgarlardan jabr ko'rgan. Xonanda Sharof Muqimov telefoniga kelgan SMS xabarga ishonib, $150,000 so'm miqdoridagi mablag'ini yo'qotganini ma'lum qilgan. Shundan so'ng u boshqalarni ham bunday firibgarliklardan ogoh bo'lishga chaqirgan. Bir kunda 3-4 marotaba Telegramdan app ko'rinishidagi fayllar kelib turadi. Bunday ko'rinishdagi fayllarni ehtiyotkorlik bilan o'chirib tashlayman, ammo bir marta SMS orqali firibgarlikdan jabr ko'rdim. Yana internetimga megabayt olish uchun hisobimga $150,000 so'm o'tkazdim. So'ng ushbu chiroyli raqamni bir necha yillardan buyon ishlatib kelayotganingiz va kompaniyamizga pul to'lab kelayotganingiz uchun katta rahmat. Minnatdorlik sifatida sizni pul mukofoti bilan rag'batlantirmoqchimiz. Qabul qilish uchun telefoningizga kelgan kodni bizga jo'nating, degan xabar keldi. Xursand bo'lib bunga ishonibman va kelgan kodni ularga jo'natdim. Shu bilan megabayt uchun hisobimga o'tkazgan pulim yo'q,
Haligilari 150 ming so'mni telefon hisobimdan yechib olishibdi. Bugungi kunda Telegram orqali birovning nomiga kredit olish, kamerasi yoki galereyasiga ruxsat olib, firibgarlik qilib odamlarning pullarini yechib olishlar ko'paygan. Bu qo'rqinchli holat. Fuqarolardan telefonlariga kelgan har qanday xabarlarga ehtiyot bo'lishlarini, ularni ochmasliklarini so'rayman, deydi xonanda. Jizzaxdagi konsert pullari o'z vaqtida to'lab berilmagan. 2025-yilning fevral oyida ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Dildora Niyozovang Jizzax shahrida o'tkazilishi kerak bo'lgan konserti bilan bog'liq mojarolar haqida mish-mishlar tarqaldi. 2 seansda o'tkazilishi reja qilingan konsertning birinchi seansi o'tgandan so'ng keyingi seansi bekor qilingan. Bunga sabab tashkilotchilar tomonidan kelishilgan pullar vaqtida to'lab berilmagani bo'lgan. Shundan so'ng xonandaning o'zi Jizzaxdan keliboq Instagram auditoriyasiga haqiqiy vaziyatni aytib, uni qarg'amasliklarini so'rab video murojaat yo'llagan. Konsertdan birinchi seansning o'zidayoq xavfli yomg'ir bo'ldi. Zal to'lgan bo'lishiga qaramay, xo'jayinim kelib, pul muammo bo'lyapti, dedilar. Shuni ham aytib o'tay, 20 yildan beri san'atda yurgan bo'lsam, konsertlardan charchaganman. Shuning uchun ham konsert qo'ygim kelmaydi. Qilayotgan ishim to'g'rimi yo'qmi deb qo'rqib qo'shiq aytaman. Jizzaxda xalqning yig'ilganini ko'rib, pulni olmagan bo'lsam ham chiqib kuyladim. Tashkilotchilar pullarni bir haftada qilib berishlarini aytishdi. Birinchi seansni o'tkazaman. Mayli, hozir boricha birinchi seans uchun pulni olaman. Ikkinchi seans pullarini odamlarga qaytarib bering, dedim. O'sha pullarni olib sozandalarimga bo'lib berdim. Ham pul olmasdan konsert o'tkazsang, ham qarg'ish eshitsang, g'alati bo'lar ekan, deydi Dildora Niyozov. Biroq keyinchalik xonandaning bildirishicha, pullar to'lab berilgan va yana o'sha tashkilot tomonidan konsert qo'yish taklifi tushgan. Ammo Dildora Niyozova bu taklifni qabul qilmagan.